darajada vahshiylik bilan kaltaklanayotgan chaqaloq ham jismoniy ham ruhiy nogiron bo'lib qolgan. Achinarlisi, hozir 5 yoshda bo'lgan aqli zaif qizaloqning ota-onasi farzandi hamshira tomonidan kaltaklangani uchun shu ko'yga tushganini hatto 3 yilgacha bilishmagan. Ushbu kadrlarni tiniq holatda ko'rsata olmaymiz, sabringiz yetmasligi mumkin. Hamshira naq 14 daqiqa davomida chaqaloqni qiynagan. Qon olayotgan oq xalat egasi tanasiga igna kirgani uchun og'riq sezib yig'lay boshlagan go'dakni boshiga bir necha marotaba uradi. Shundan so'ng oyog'ini qattiq qisib o'ziga tortgan. Shundan keyin harakatda bo'lgan norasida birdan to'xtab qoladi. Keyinroq chaqaloq yana qimirlay boshlaydi, biroq hamshira qattiq tortqilagan chap oyog'ini qimirlata olmaganini videoda ko'rish mumkin. Kadrlar orasida hamshiraning vaziyatni sezib chaqaloqning oyog'ini tekshirgan holatlari ham bor. Shunga qaramay u hech bir shifokor yoki mas'ul shaxsga xabar bermay voqea joyini shunchaki tark etgan. Holat Kahramonmarash shahridagi tug'ruqxonada 2021-yilning 21-may kuni dunyoga kelgan Deniz ismli norasida bilan ro'y bergan. U kam vaznli tug'ilgani sababli alohida parvarish uchun maxsus xonaga joylashtiriladi. 31-may kuni hamshira chaqaloqqa tomir orqali dori yuborishga uringan paytda uning harakatlari sust ekani va chap oyog'ida shish borligini payqaydi. Darhol o'tkazilgan tekshiruvda chaqaloqning oyog'i singani aniqlanadi. Buning sabablarini aniqlash uchun kuzatuv kameralarining yozuvlari ko'rib chiqiladi. Tekshiruv natijasida chaqaloq 5 kunlik paytida hamshira Hazel Dirik tomonidan zo'ravonlikka uchragani ma'lum bo'ldi. Shifoxona rahbariyati go'dakni xususiy tibbiyot markaziga yuborgan, biroq ota-onasiga hamshiraning qilmishi haqida miq etilmagan. Xususiy shifoxonada davolanish yakunlanganidan so'ng ota-onaga qizida nogironlik, serebral falajlik va epilepsiya, ya'ni tutqanoq aniqlangani aytiladi. Ota-ona esa buni taqdirning sinovi sifatida qabul qiladi. Shifoxona rahbariyati esa vahshiy hamshirani imi-jimida ishdan bo'shatib yuborgan. Oila yillar davomida farzandining holatini tug'ilishga oid patologiya deb hisoblab keladi, biroq haqiqat oradan 3 yil o'tib yuzaga chiqdi. Sud o'tkaziladigan kun haqidagi xabar Bozoklar juftligiga elektron axborot portalidan yuboriladi. Avvaliga mazkur xabarnomaga uncha tushuna olmagan oila advokati Said Bo'lat bilan olib borilgan izlanishlari natijasida qiziga 5 kunlik paytida zo'ravonlik qilingani va farzandi tug'ma emas, balki aynan ushbu zo'ravonlik oqibatida nogiron bo'lib qolganini bilib shokka tushadi. Hozirda sud davom etmoqda. Turkiya jamoatchiligi ushbu voqeani jiddiy kuzatmoqda va eng yomoni shuki, bu Turkiyada chaqaloqlar bilan sodir bo'layotgan yagona holat emas. Mamlakatda yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan bog'liq jinoyatlar yildan yilga ortib bormoqda.